Hurmatli aziz yurtdoshlar, tadbir davom etmoqda. Bugungi tadbirni go'zal o'tishida mana shu yonimizda turgan go'zal qizimizni juda katta hissalari bor. Sababi uni planlashtirishda ham o'zingiz hissangiz bor. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizni Tandir oilaviy kebobga. Bu joyda ochilishida nafaqat meni, balki butun Tandir kebob oilasini, boshliqlar, ish boshqaruvchilarning o'rni katta. Avvalo kelgan mehmonlarsiz bu bayram bo'lmasdi. Andijonliklarda kelganlar uchun va shunaqa shinam joyda yaxshi kunlarni o'tkazayotgani biz uchun katta yutuq. Sizlarga ham tashriflarga rahmat katta. Siz o'ylagandek o'tyaptimi bugungi tadbir? Men o'ylaganimdan ham ko'proq bo'lib o'tyapti. Men o'ylaganim kichkinagina tadbir bo'ladi, o'tkazamiz deb, lekin Andijon xalqimiz shunchalik mehmondo'stki, shunaqa bayram to'ylarni yaxshi ko'radi. Kichkinagina ochilishimizda ham qomasdan, uylarda o'tirmasdan kelib, shunaqa chiroyli manzarada o'tirishdi. Bu meni juda ham xursand qildi. Qilgan mehnatlarimni rohati va charchaganim ham bilinmadi. O'tib ketdi hammasi buncha odamni ko'rib. Men bu yerda kuzatib turibman. Boshlanishidan beri birgamiz. Ashada ikkalamiz ham xizmatda. Bugungi tadbirga buncha odam keladi deb o'ylamagansiz, to'g'rimi? Yo'q, umuman o'ylamaganman buncha odam keladi. Faqatgina navesda o'tiramiz deb o'yladim xolos. Aha, bugun sizlarni hurmat qilib, mana shunday mehnatinglarni hurmat qilib kelgan aziz xalqimiz, aziz mehmonlarimizga, kameramizga qarab yaxshi niyatlaringizni bildirib. Avvalambor shunaqa joyga kelganinglar uchun juda ham xursandman. Bo'lgan kamchiliklar yoki ozgina yetishmovchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bundan keyin hamma xatolar ustida ishlashga, sizlarga shunaqa tabiat qo'ynida, yorug' muhitda mazali taomlar ulashishga harakat qilamiz. Rahmat. Sizning mehnatlaringiz mukofotli bo'lsin. Ijodlarga omad. Biz sizni kuzatamiz. Juda chiroyli kontentlar yaratasiz. Jon jahdingiz va bori bilimingiz bilan mana shu yerda shunday bo'lishiga juda katta hissa qo'shyapsiz. Sarvinoz qiz, omad sizga. Biz bugungi tadbirni ko'rib maza qildik. O'zimiz ham mana sizning mehnatlaringizni tashqaridan tomosha qilib turibmiz. Endi bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Bu yerda mana shunchalik bo'lishida rahbariylar bor. Bizning akamiz, sizning rahbaringiz Vohajon Hoji akamiz, ularga nima deysiz? Avvalo bizga shunaqa imkoniyat yaratib berganiga rahmat. Ko'pchilik joylarda ijtimoiy tarmoqlarda yuritgan imkoniyatlar cheklangan, lekin bizda doim har taraflama, mablag' tomonlama, ijod tomonlama har doim qo'llab-quvvatlaganlar uchun mana shu natijalarga erishib turibmiz. Niyatlar qanaqa akamiz? Niyatlar yana ham Andijon emas, butun vodiy bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab chiroyli maskanlarni, tandir kebobni, yana oilaviy terasalarni ochish nasib qilsa, biz bo'lsa mehnatlarni qilib shunaqa bayram bazmlarni birgalikda o'tkazaylik. Yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Yana xuddi shunaqa tadbirlar kutib qolamiz. Albatta taklif qilsanglar kelib yana ijod qilamiz. Rahmat sizlarga, mazza qilib mehmon bo'lib ketinglar. Sizlarga ham rahmat. Hurmatli aziz yurtdoshlar, aytganimdek, mana shu tandirda ijod qilayotgan mana shu yosh go'zal qizimizni mehnatlari beqiyos. Tandirga va mana shu go'zal qizimizga omadlar tilab qolamiz. Ko'rsatuvimizni tomosha qilishda davom ettiring. Tak, 3 ta obzor bo'ladi. Eng zo'riga ovoz berasizlar. Bo'ptimi? Qarsak bilan oxiri aniqlaymiz. Xo'p, do'stlar, mana 3 ta do'stlarimiz, uchalasi ham siz telefonlaringizda har kuni chiqadigan bolalar, yigitlar. Tak, Andijonda Instagram sahifasi muallifi, egasi Muhammadjon bo'ladilar. Ma'lum bo'ldi, endi qaysi Instagram sahifasi men bilmayman, lekin ko'p ko'raman, har xil joylardan chiqib qolishini ko'raman. Ma'lum, shunchaki ma'lum bo'ldi. Mahmudjon, kelasizmi? Andijonda bugun keling. Obzor qilib beraylik endi bugun chiroyli qilib. Keling, voy, живой obzorga yo'qolgan deb o'ylab olishadi hozir odamlar. To'g'rimi? Keling, jonli obzor qilib beraylik. Xo'p, Muhammadjon boshlaydi hozir, Mavlonboy davom ettiradi. Keyin Mahmudjonni oldiga gapirmasa o'zimiz borib majbur gapirtiramiz. Shuning uchun kelavering do'stim. Bak, do'stlar, ovoz beramiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Barchalarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rostdan ham juda ham chiroyli joy ekan. Sizni ham ko'rib turganimdan xursandman. Borgan sari ko'rib turganimdan xursandman ekan. Xullas, nima desa bo'ladi? Bu tandir uch. Necha o'ylab olish kerak edi-da. Nima desam? Agar Andijonda siz qayerga borishni o'ylanib qolgan bo'lsangiz, haqiqatdan ham ko'rganingizda, kelganingizda hayratga tushadigan, taomlarni yeganda maza qiladigan, haligi nimadir yegim kelyapti, shu narsani qayerdan olaman ekan deydigan joy bo'libdi. Rostdan ham oilaviy,
juda ham maza qilib dam oladigan. Andijonda menimcha eng katta terrasa, juda ham mahobatli, juda ham chiroyli, juda ham o'zgacha stilda qilingan. Ayniqsa menga mana shu pardalari, оформленияsi juda ham yoqdi. Barchalarga tavsiya qilaman, yaqinlar bilan kelgani, do'stlar bilan kelgani va ayniqsa Andijonga keladigan mehmonlarni hayratda qoldirgani. Andijonda ham shunaqa chiroyli joylar ko'payganda deyishlari uchun bemalol olib kelaverasizlar va obzor yoqqan bo'lsa bitta guldiroz qarsa javob qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan yaqinlarimiz, endi bunaqangi mukammal obzordan keyin biz obzorimiz qanaqa tuyuladi endi bilmadim. O'zingizlar chiroyli bitta qarsaklar bilan baholab qo'yganida o'zimiz bilib olamiz. Xo'p, bo'lmasa ruxsatinglar bilan men ham harakat qilib ko'raman. Andijonda Bog'och tomonida o'zini tandir go'shtlari, chuchvarlar bilan mashhur bo'lgan Tandir oilaviy restoranini uchida yangi oilaviy terrasasi ochilganini bildinglarmi? Agar sizlar hozir men tomosha qilib tursanglar, sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu terrasani ko'rib turibsizlar, men xayol qilganimdan ham ancha katta ekan, umumiy 650 ta odamni o'zini bag'riga bemalol sig'dirar ekan. Bundan ham bilsanglar bo'ladi. Demak, Tandir 3 ta kichik to'ylarda, marosimlarda o'tkazsak bo'ladi ekan. Aytgancha bu yerga mehmon bo'lib kelayotganlarda o'zingizlarda dedinglarga mos bo'lgan ovqatlarni zakazga ham tayyorlash beraveradi ekan va eslatib o'taman, bu yerga faqat oilaviy bo'lib bemalol tashrif buyurib ketsanglar bo'lar ekan. Tungi atmosferasi va kunduzgidagi toza ob-havosi bilan boshqa restoranlardan ajralib turar ekan. Tandir 3 ta bugungi ochilish marosimida sizlar bilan birga turganimizdan juda ham bag'oyat xursandman. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta qisqa qarsak javob berasizlar. Xo'p, do'stlar, endi ovoz beramiz. Birinchi va ikkinchi o'rinni belgilashimiz kerak baribir, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchi o'rin kerak emas. Muhammad aka bizni akamiz, ustozimiz shu yo'nalishdagi, shuning uchun qarshi bo'lmasanglar, Muhammad aka o'zimiz akam, ustozim deb bilan birinchi o'rin o'z-o'zidan Muhammad akamga va bunda mendan akamdan boshqa mendan boshqa ishtirokchi yo'q. Ikkinchi o'rin o'zim deb aniq ko'rishim. Qarshi bo'lmasanglar. Gap yo'q, mana shu gapga bitta qarshi chiqinglar bo'lmasa, gap yo'q. O'zi bizning rejamiz ham shu ediki, har ikkala bizning mehmonimizga mana o'ziga o'xshagan sovg'a, Muhammadga o'zi o'xshamas ekan, lekin sovg'a. Chiroyli qarshilar bo'lsin do'stlar. Rahmat yigitlar, sog' bo'linglar. Respekt. Mana shunaqangi Andijonimizda zo'r ijodkorlarimiz bor. Bilasizlarmi, Andijon zo'r joy. Andijon Zahiriddin Muhammad Bobur yurti, Andijon Cho'lpon yurti, Andijon yana qanaqa odamlar bor? Andijon Tavakkal Qodirov yurti, Andijon Sherali Jo'rayev yurti, Andijon Avazbek Rustamov yurti mayli bo'la qolsa. Xullas kalom, Andijon bizni sevimli maskanimiz. Mana shu Andijonni yana bitta sevimli farzandlaridan bittasi. Ruxsat bersanglar, mana hozir davramizga taklif qilmoqchiman. O'z qo'shiqlari bilan juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz, qo'shni yurtdagilarni ham qalbidan joy olgan ijodkorimiz, o'ziga xos rekordchi san'atkorimiz, buni andijonliklar, andijonliklar yaxshi biladi. Faxrlanamiz bu ijodkor bilan. Aslbek Nigmatovni taklif qilamiz do'stlar. Bitta chiroyli qarshilik bo'lsa ham mayli. Aslbek Nigmatov! Bu ijodkor Qarsakka sazovor, Qarsakka yarasha ijod qiladigan Andijonni o'g'lini. Qayerda bo'lmasin, andijonli deb e'lon qilamiz har doim. Chunki o'zimizni Aslbek Nigmatov, marhamat. Katta rahmat. Qarsaklar uchun katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerda o'tirgan aziz mehmonlar, mana bugun shunday chiroyli dargoh ochilibdi. Kelib bu yerda barchamiz mehmon bo'lyapmiz. Bu yoqqa fayz baraka tilab qolamiz. Shu xalqimiz kelib chiroyli oilasi bilan dam olib ketib, shu yerdan yaxshi kayfiyatlarda ketishini tilab qolamiz. Shu qatorda bugun ham sizlar kayfiyatinglarni ko'taramiz deb chiroyli qo'shiqlarimizni aytib beramiz deb keldik. Boshda bir ikkita sokin shirin qo'shiqlarni aytsak, endi undan keyin sho'xlar bilan davom ettirib ketamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat.
Taking the
Endi bugun shodlik, xursandchilik. Shuning uchun sho'x qo'shiqlarimiz qo'yma. Ana.
qo'shiqlardan aytaylik. Bom bom bom. o'ynaganlarga katta rahmat. Bu yerda ham mehmonlar bor ekan. Shuning uchun biz hali Xudo xolasa shu yerdamiz. Rahmat katta. Fayzi barakasini bersin joylar. Rahmat. Ana chiroyli qarshigilar bo'lsa, zibdan jalbini. Azarbek deyapti. Bu yigitga qarshi chalsak arziydi. Haqiqatda, qarang, maqsad qildik hammamiz, ha. Hech bo'lmasa bir xalik boshlarni qimirlatib o'tirdik. Mana shu yerda o'yinga tushmasangiz, opa-singillar, uyda o'yinga tushamaysiz, tushamansiz. Maktabda yo'qda endi o'yinga tushib borsiz, yer degan jonzot kirib qolishi mumkin. O'yinga tushamay qolib ketib qolasiz. Shuning uchun bemalol o'ynab olinglar. Mana endi hozir keyingi jamoa tayyorlanib olgunga qadar yo'q o'ynaymiz endi. To'xtanglar, tushib olaydi. Hozirlari boplaymiz hozir. Sovg'amiz bor. Ayollarimiz ham gapga usta bo'lishadi. Endi aytinglarchi, eng gapga usta kim ichinglarda? Mana. Eridan ham qo'rqmaydigan, davlasa mana deydigan kim? Hamma sizni ko'rsatyapti. Keling opa. Qarang. Sizga savol beraman. 1 minut, asli 2 minut, lekin bugun 1 minut o'ynaymiz. Agar ha yoki yo'q deb olsa, deb olasiz, bo'ptimi? Demang. Ha yo'q demang. Tayyormisiz? Tayyorman. Baland gapiring, ha yo'q so'zi mumkin emas, boshladik. Ismingiz nima? Gulbahor. Kayfiyatingiz qalay? A'lo. Zerikmayapsizmi? Zerikmadim. Bola chaqa bormi? Bor. Bor. Nechta? 2ta. Og'am bormi? Albatta. Og'amda nechta bolasi? 2ta.
Ikkaligida 4 tami? Ikkita. Ikkitadan boshqasi yo'qmi? Boshqasi bor. Kimda bor? Niye? Cholingiz bo'lsa maylimi? Mayli bas. Mayli, bas, qani cholingiz keldimi? Jolim kelmadi. Qayerda, taksismi? Uyda dam olyapti. Olib kelmadingizmi? Pensioner. O'qituvchi bo'lganmi? Ota bo'lgan. Siz kim bo'lgansiz oldin? Men buxgalter bo'lganman. Hisobchi. Hisobchi. Hadavotizmi? Hisobchi dedi. Uni oldi, hadavotizmi? Deganim yo'q. Yo'q. Yo'qmas, xuriyatchi o'tadi yo'qmas. Sizlarchi, sizlar, sizlar. Tomonga beramiz, keling. Keling, xalqni qarab olamiz, keling. Hayır keling. Hamma ko'rsin. Boshladingiz nima? Mavluda. Kim? Mavluda. Mavluda qulog'im og'irroq edi, ishlar qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Albatta. Bola chaqa yaxshimi? Rahmat. Nechta bo'ldinglar? Bitta. Voy, dangasalar. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 2 yil. 2 yilda bitta xolasmi? Albatta. Bitta bo'libdi, nechta bo'lardi? Nima kayfiyatingizni kim xafa qildi? Yo'q. Urishib qolmadinglarmi? Ovozingiz, akam qani? Uyda. Nima javob bermadingiz? Ishda. Taksismi? Yo'q. Rahmat, hayolingizga yetmayapsiz siz akamga. Taksismi desam yo'q deyapti tezda. Bu yerda kim gapirsa, qo'lingizni ko'raling. Mana bo'pti, hozir boramiz aka. Ha, yo'q demang, bo'ptimi? Bora gapiring, boshladik. Ismingiz nima? Samiga. Ishlar qalay? Yaxshi. Bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Zerikmayapsizmi? Ish bo'lmayapti. Akam tinchmi? Tinch. Bolalarchi? Ular ham yaxshi. Nevaralar qalay? Nevaralarimiz bo'lmadi. Nimaga? Hali bolalar kichkina. Ha, o'zingiz ham yoshsiz. Albatta. Yaxshi. Ishlayapsizmi? Ishlamayman. Nima qilasiz unda? Uyda o'tiraman. Faqat o'tiraverasizmi? Ularga qarab. Akam nima ish qiladi? Usta. Tushsa, sizlarni boqadi. Albatta. Ko'ryapsizmi? Nimani? Hayajonlanyapsizmi? Hayajonlanmadim. Bemalolmisiz? Bemalol. Ha, juda katta deng. Katta. O'yin o'ynagansiz oldin? O'ynamaganman. Nimaga? Birinchisi. Telefoningiz yo'qmidi? Telefonim bo'lgan. Vaqtingiz yo'q. Shunaqaroq. Yaxshi. Hayajonlanyapsizmi? Hayajonlanish bo'lmayapti. Yo'q odam yo'qmi deyman? Yot odamlar hozircha ko'rmadim. Tabriklaymiz sizga. Mana bu ishlar sovg'a. Ana sekin bu tomonga o'tamiz. Mana shu uyda kimdir ish kelib desa siz aytyapti akalar. Qani yo'q. Qani yo'q demang. Boshladik. Ismingiz nima? Bolalar gapirsam quloqqa og'ir ishlar bo'lyaptimi? Zerikmayapsizmi? Ishongan bog'da kiyik rahmat qildi. Assalomu alaykum. Opa. Qani yo'q demang. Boshladik. Ismingiz nima? Ganganingiz yaxshimi? Ovqatlar qanday? Yo'qmi? Yaxshi yo'qmi? Akam tinchmi? Qani? Yaxshi. Nega ketgan birinchi? Yolg'on yo'qmi? Yo'q. Hayotingiz ketib qolsin. Sevib qolgan. Bo'lmaydi. Mana bizni ish vaqtimiz. Ha, yo'q, so'zim mumkin emas. Boshladik. Ismingiz nima? Yangiza. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Zerikmayapsizmi? Yo'q. Bola chaqalar tinchmi? Nechta? 5ta. 2ta. Umringiz davomida 2 tami bolangiz? Bolalar ketdilar. Nima unda ekan? Xudo bergani. O'zi bergan ko'p bo'lish kerakmi-yu? Akangizdan kelsa bo'lgan. Akam qani? Uyda. Shu dangasi bo'lgan uchun kelmadimi? Siz. Meni tomosha qilyapsiz. Qanaqa tomosha qilyapti? Instagramda. Allah qo'shila videoga. Qanaqa? Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qanaqa bo'lish? Instagramda.
Да, это не считается, нет, да, это не считается. Voy, uspet. Да, это успех или довольно. Davom etamiz, bo'pti. Bitta ham qolgan. Boshqa bolangiz bo'ldi? Endi turaman. Aka, tangizni bilyapsiz-ku. Endi majbur qilamiz. Siz majbur qilasizmi? O'zi kelishingiz kerak dedi. Siz qarorlik O'zi, mayli, o'zi bir minut bo'lmaydi o'zi. Tabriklikka qadamingizda bo'lsin. Sizga qo'llar bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz bo'lsin, mayli. Analarga karolingiz bilan qashlar bo'lyapti. Olishlarni-chi? Nechta bo'ldi? Bo'ldi do'stlar. Kim qo'llaringizmi? Ko'radingizmi? Kim qo'llarini? Neyse, o üstü gelmedi. Siz. Yaxşı. Ne dişkisi? Aka. Siz. Çok bakalım. Vay. Ama bu nasıl işte o? Oynamadan ya. Yok bu sen bu. Aka yang besar berkata, "Gua sebenarnya ada sebagainya." Ini ya. Ada dua. Terus tadi gini sopan ini kita kasih Star bilan jamoasi yigitlarni taklif qilmoqchimiz do'stlar. Endi bitta narsani kelishib olaylik. Hozir chiroyli o'yin kulgilar bo'ldi. Davomida qanaqa musiqalar bo'lsin? Og'irroq musiqalarmi yo sho'xroq bo'lsinmi? Qanaqa bo'lsin? Keling ovoz beramiz. Og'irroq bo'lsin deganlar bitta qarshi chalsin-chi. Biz bilmasdan chaldi. Bitta bola chaldi, u ham bilmadim chalgan. Sho'xroq bo'lsin deganlar. Tushunarli. Demak, do'stlar, sho'xroq qo'shiqlar. Sho'x musiqalar bilan Star Band jamoasi xizmatinglarda davom etamiz do'stlar.
iyul bugun, darvoqe bugun bizni bayramimiz ommaviy axborot vositasi xodimlari kuni. Shu operator akamni ham tabriklayman. Hamkasblarni ham tabriklayman. Qolaversa bugun mana shu stollar atrofida ham tug'ilgan kun bo'layapti. Biz tug'ilgan kun egasini tabriklash uchun men hali ismlarini so'ramadim. Lekin tug'ilgan kuni bilan necha yosh? 1 yoshni qarshi olayotgan Oysha qizmidi? Oysha qizni tabriklash uchun keldim. Oysha qiz meni tushunyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin qo'limdagi narsani tushunsa kerak. Men sizga qo'rqib ketyapti mana. Beraylik keyin sovg'asini. Yana kim tug'ilgan kuni bo'lsa, qaranglar. Juda ham zo'r joy ekan tug'ilgan kunlar o'tkazish uchun. Marosimlar, deydi, gap, deydi, o'zbekda bayram kunlari ko'p va juda ham zo'r joy ekan. Ayni yozda issiq kunlarda ham salqinoq havolarda mazza qilib o'tiradigan joy ekan. Mana endi musiqalar bo'lyapti, nimagadir jim o'tiribsizlar do'stlar. Yo og'irrog'idan bo'lursin. O'yinga tushsanglar sho'xroqdan bo'lsa yana. Tug'ilgan kun bo'lyapti. Tug'ilgan kuningizmi opa? Shunaqa deb aytishyapti, tabriklaymiz. Rostdan tug'ilgan kuningizmi? Bu kishi kim bo'ladi? Xo'jayingiz bo'lasizmi? Balkim sizni xo'jayingizdir, ha? Aka, 50-60 dan keyin xo'jayin anaqasi o'zgaradi. Ha, sizga mana shu sovg'a. Tug'ilgan kuningizga tabriklaymiz. Tabriklaymiz va tug'ilgan kunlar va e'lon qilishimiz bilan ko'payyapti. Biz ajoyiblikda. Saidaxon, qani siz qayerda o'tiribsiz, Saidaxon? Agar kelsangiz ham zo'r bo'lardi, chunki endi haligi boshqa kasb egasi bo'lgansiz o'zimiz borardik. Endi siz o'zimizdan siz juda chiroyli qasigina bo'lsa, bloger do'stlarimiz qani o'zimizdan tug'ilgan kun bor ekan, tabriklaymiz. Voy, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu shahrimizga ochilgan go'zal, koshonlik yig'ilgan aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Tandirda doimiy klientlardanmiz. Har doim shahrimizga viloyatlardan, boshqa respublikalardan mehmonlar kelsa shu yerga olib kelib mehmon qilamiz. Va bugun tandirda yana bir go'zal joy ochilganidan juda ham xursandmiz. Ayniqsa bu sahnaga gap bo'lishi mumkin emas. Shu sahna har doim yonib tursin. Bu yerda insonlar har doim to'lib tursin. Tandirga omad. Rahmat. Voy, молодец. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat katta. Saiddan gap. Sakina qiz ham tug'ilgan kun ekan bugun. Podarki, studio, podarki. Bugun menimcha kelgan mehmonlarimizga mana shu sovg'alarni o'yinlar bilan emas, balki tug'ilgan kunlar bilan taqdim etib tabriklaymiz. Bitta qarshilar bo'lsa o'rtoqlar, tug'ilgan kun egalari tabriklaymiz. Yana bitta qizimiz keladi hozir tug'ilgan kun deb. Xanim mana shu tomon. O'g'ri qiz.
ovqatga olib qo'yib yuboray bo'lsin. Xo'p, shu bilan tabriklaymiz do'stlar, qarshinglar bo'lsin, qulayliklarga hammaga muborak bo'lsin. Siz biz ham xush kelibsiz. Bizni mana shu yerga chaqirgan odam juda ko'pchiligimiz oldimizga katta savatlar bilan chiroyli nima deydi, nonlarni olib borgan patirlarni mana shu qizimiz taklif qilgan. Va eng yaxshi niyatlarni sizlardan eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kelgan aziz mehmonlar, Tandir kabob oilaviy restorani aziz mijozlari, aziz blogerlar, boshlovchilar, san'atkorlar, xush kelibsizlar. Yangi oilaviy maskanimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bu joyda bitishida butun Tandir kabob oilasi, ma'muriyati, ham ish boshqaruvchilari mehnati juda ham katta. Hozir ham tinishmayapti. Bunaqa ko'p odam bo'lib ketishini o'zimiz ham kutmagandik. Kelganinglar uchun katta tashakkur aytaman. Har kuni shunaqa bazm to'y bo'lsin, sizlarni har doim Tandir kabobda ochiq yuz, shirin taom va go'zal manzarada kutib qolamiz. Kelganinglar uchun rahmat. Keling, mikrofonga blogerlarimizdan bu yerda andijonlik qiz o'tiribdi, Ziya Hayat o'tiribdi. Keling, bu yoqda bo'lsa Dilbaroy, Andijon bugun eng yaxshi brendfezlardan biri o'tiribdi. Mikrofonlarda bir og'iz o'zini restoranga bo'lgan fikrlarini aytib o'tsa xursand bo'lardim. Kelinglar qizlar. Dilbaroy, siz ham huquqsiz, keling. Anisa Shodiyona qiz ham kelsin birga. Assalomu alaykum hamma mehmonlar. Tandir kabob oilaviy restoranida biz blogerlar jamoasi bilan juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana shu yerda reklama qilganimda agar ko'rgan bo'lsangiz juda ham yaxshi ta'riflab berganman. Haqiqatan ham zo'r joy. Haqiqatan shuncha opa-singillarimiz o'tirib sizlarga yoqyaptimi? Bitta qasam bilan ko'rsatinglar. Yoqyaptimi sizlarga? Biz har doim sizlarga eng yaxshi narsani ulashishga harakat qilamiz. Oxirgi payt Tandir kabob desa Sarvinoz, Sarvinoz desa Tandir kabob esimizga keladigan bo'lgan. Ishlaringizga omad tilaymiz. Sarvinoz, sizga ham ishlaringizga omad. Tandir kabob jamoasidan har doim kelganimizda hurmatimizni joyiga qo'yishadi. Har doim yaxshi muomala qilishadi va eng mazali taomlar bilan mehmon qilishadi. Va har bittalarni mana shu yerda butun yoz bo'yi oilalar bilan kutib qolamiz. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum. O'rtog'im hamma gapga qo'shilaman. Bunaqa ko'p gapiraman, lekin rosa ham zo'r joy ochilibdi. O'zi birinchi marta kelishim. Oilaviy maza qilib kelib, mazali ovqatlardan o'tirib dam olib yeb ketadigan joy bo'ldi. Taklif uchun katta rahmat o'rtoq. Menga atmosfera juda ham yoqdi. Yana kelamiz. Katta rahmat. To'yingiz shu yerda qilaylik. Yo'q, rahmat. Bu qizlar gapirganda qarsak bilan patrishka qilmayapsizlar, biroz zo'r chiqib gapiryapti uyati. Avvalambor assalomu alaykum. Ikkala qizni ham gapiga qo'shilaman. Taklif uchun Sarvinoz katta rahmat. Juda ham chiroyli bo'ldi ochilish. Ya'ni bu yerda ovqatlar eng yoqqan menga tushunarsiz bo'ldi. Oilaviy dugonalardan bevor do'stlar bilan kelib, mehmon bo'lib ketadigan joyga rahmat keltirdim. Assalomu alaykum. Bizni taklifga uchun rahmat katta. Atmosferasiga ham gap bo'lish mumkin emas. Menga juda ham yoqdi. Tepadan suvlar sepilib turarkan, ovqatlarga ham gap bo'lish mumkin emas. Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Tandir restoraniga mehmon sifatida keldik. Sarvinozni taklif qilganingiz uchun rahmat. Atmosferalar вообще-то bomba, juda ham chiroyli qilishibdi. Ochilganlardan tabriklayman. Rahmat sizlarga ham tashrif uchun. Har doim yaxshi kunlarda, to'y marosimlarda kutib qolamiz. Biz ham 2 yoshga baxt tilaymiz, baxtli bo'linglar.
Sizlar qaqib ketyapsizlar qizlarimizni. Kim o'yinga tushadi? Voy tavba qilib. O'tirib qolyapti qizlar. Aytib qo'yaman lekin. Vallahi sizlar podдержка qo'yinglar, blogerlar, vallahi chiqinglar podдержка qo'yinglar. O'zlari o'yinga tusholmaydi qiz bolalar bu yerda. Hamma narsani o'rgatishim kerak ekanda sizlarga endi. Aybim chachim yo'qligimi endi? Davay. Davay taklif qilamiz. Bolalar qizlarni taklif qilamiz. O'yin kulgina marhamat davom etamiz do'stlar. Oh, esdan chiqib qoldi. Polka, Anjan polkamiz rekordda. Anjan polka bilan faxrlanganlar bitta maza qilib o'ynasa xursand bo'lamiz. Anjan polkasi do'stlar. rahmat bolalar qizlar rahmat katta zo'r gap bo'lish mumkin emas. Sizlar unga tushyapsizlar, bitta bechora bolalar yotib ketyapti bu turda. Yosh bolalarmi bizga yosh bolalarmi deb o'ylayapti. Lekin bilasizlarmi, bitta narsa xursand qilyapti. Bolalarimiz ko'p. Mana o'zbek serfarzand hatto qayerga borsak bunaqa ko'p bolalarni ko'rmaysiz. O'zlari kelishadi, so'ppayib o'tirishadi kattalar. Bizda faqat yosh bolalarni yaxshi ko'ramiz. Hamma hozir yosh bolalarni mana shu o'rtaga taklif qilaylik-da. Hammasini taklif qilaylik. Zo'r bitta ish qilamiz hozir. Hamma yosh bolalar nimani yaxshi ko'radi? Hammasi. Ular eng kichkinalari chiqarib olgan. Haligi 20 yashar, 30 yashar yosh bolalar kerak emas. Kichkina 5 yashar, 4 yashar bolalarimiz bor, chiqarib olaylik o'sha yerda. Bolajonlarimizga Tandir oilaviy restoran tomonidan biz muzqaymoq tayyorlab qo'yganmiz do'stlar. Bitta qarsagina bo'lsin bolajonlarimizga. Malatsi, mana hamma keldimi bolajonlar? Ha,
yigitlar, tandir. Oilaviy ishlarangizlari, kelinglar, yordam beringlar endi. Ikkita uchta yigitlar kelamiz. Mana shu bolajonlarga faqat tartib bilan, bo'ptimi? Hech kim bir-birini olib qo'yish yo'q, bo'ptimi? Yosh bolalarga. Hop, yigitlar, qani kelinglar endi yordam beringlar, mana o'zingizga yordam beringlar. Faqat yosh bolalarga bittadan talash yo'q, urush yo'q, hamma hanglarga yetadi, bittadan. To'xtanglar, o'zimiz. Ketgacha qoling, bo'lmasam, ketgacha qoling. Hammasi yetadi, xudo xolasa. Yergacha 100 ta muzqaymoq olganmiz o'zi. Joyimiz o'zi 500 ta, lekin 100 ta bolani hisobga olganmiz. Qizlarimizga bermanglar. Faqat kichkintoylarga beringlar. Olganlar bu tomonga o'tamiz. Hammaga beradi. Hammaga tugadimi bo'ldi? Rahmat yigitlar. Katta rahmat sizlarga ham. Voy, borib buragini ayasiga berib yana bir marta qaytib keldi. Rahmat. Voy, aylanay, mana bittasi rahmat aytdi. Bolajonlar, muzqaymoq olganlar. Biz sizlarga yoqimli ishda qadrlaymiz. Bo'ldi endi zo'r mana. Bular bizning kelajagimiz. Bular qancha mehr muhabbat mevalari. Bular qancha uyqusiz tunlar natijalari. Bular bizni davomchilarimiz, nima deymiz endi? Bular bizning farzandlarimiz. Biz hammasini yaxshi ko'ramiz. Tak, endi do'stlar, yana o'yin kulgini davom ettiraveramizmi? O'ynaysizlarmi kattalar? Qizlar, katta qizlar o'ynaysizlarmi? Boshlaysizlarmi? Amin. O'yinga tushmaganni eridan choch to'kilib kal bo'lib qolsin. Alloh. Ko'ringlar endi. Tak. O'ynaysizlarmi? Nima turibsizlar? Qarab turibsizlar. Boshlovsinmi? Hop, bundan oldin bitta narsa, bitta sovg'a bermoqchiman. Kimning telefonida 100% zaryadkasi bo'lsa, bitta sovg'a beramiz. Kimning telefonida 100%? Qo'lini ko'tarsin. 100% zaryadkasi bor odam. Bormi? 100% kimda bor? Tushamiz 99% ga tushamiz. 99. Kimda bor? Mana. Bitta odamda bor ekan. Qani? Yolg'on gap. U mashakda yotib qoladigan oshpaz u. Qani 99% kimda bor? Rostdanmi? Siz qayerdan kelyapsiz? Screenshot emasmish qilib 99%. Yo'q ishlasa. O'xti 100% bor ekan. U ish qayerda sizga? Yirmashdan kelguncha 100% zaryadka bilan ketdilar. Mana shu sovg'a sizga. Qarsigilar bo'lsa 100% zaryadkasi bor odamga qarsigilar bo'lsa. Voy, xudo, qani prosenti bu? Yozuvi qani? Yozuvi bo'lsin-da. Qani? 97 ekan. Yo'q, 100% bilan 99% ga berdik mana do'stlar. Endi ko'rinib turish kerak-da. Ko'rinib turish kerak. Mana shuni beramiz. Xo'p, bo'ldi, mana yana bir ikkita sovg'alarni berdik. Endi boshlaysizlarmi o'yin kulgilarni? Davom etaveramiz-a? Tak. Davay yigitlar. Sho'xida yana davom etamiz. Starman jamoasi xizmatlilarida. Marhamat do'stlar, o'ynaymiz.
ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, go'zal singlim Saydaxonni tug'ilgan kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr tilayman. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, bolalaringni rohatini ko'rgin. Allohim har doim seni yo'lingni ochiq qilsin, yuzingni yoriq qilsin. Har doim shunaqa chiroyli dasturxonda o'tiribmiz. Har bir kuning, har bir yo'ling shunaqa chiroyli bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lgin, sog' bo'lgin. Hammalarga rahmat, tadbir tashkilotchilariga ham katta rahmat, sog' bo'linglar. Saydaxon meni eng go'zal singlim, qadrdonim, pozitiv, o'zini energiyasi, o'zida sig'maydigan go'zalim deb doim hamisha erkalayman. O'zimni singlimdan da ziyoda ko'raman. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Bolalaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Qalbingizda nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, barisiga erishishingizni tilakdoshiman. Yaxshi kunlaringizda hamisha birga bo'laylik. Opa-singilchiligimiz abadiy bo'lsa, oqibatimiz yo'qolmasin.